Vatandaşlar yaxshimisizlar? Hamma sog'monmi, tinchmisizlar? Ana bugün 100 ga 100 angus buqamiz. Kimdir molga qo'shishga nasiblik qilib olaman desa, 100 ga 100 angus buqamiz ko'tiribdi. Vesi 550-600 plus minus. Mumkin sal 10-15 kilo ko'proq. Agar jivoyga o'lchab olaman desa 75 ming so'mdan o'lchab beramiz. Yo'q, o yoqqa shu turish kelishamiz desa 50 million so'mdan deymiz, kelishtirib beramiz yana. Mo'llam bitta tomosha qildiraylik. Mo'lla o'ta go'zal ana. 100 ga 100 eng tozasidan. Mollaga qo'shishga juda tayyor o'zi 1,5 yosh bo'lgan molla nasllikka etib tashlasa mollaning ichiga bo'ladi. Agar kimdir nasllikka buqa qidirib yurgan bo'lsa, angus olaman, urug'likka ko'paytiraman desangizlar, ana shu anguslar lekin ana shu kishilar qidirib yurgan odamlar bor. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, telefonlarga aloqaga chiqasizlar nasib bo'lsa. Aslida men ham xayrlashaman. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Pastiga aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beramiz. Labo xizmatlarimiz ham bor, o'zimiz etib beramiz Buxoro viloyatidan olsangizlarga. Hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik.